yuribdi. Ha, yuribman. Noz bu Yuraversan. Mana boryapti. tog'am edi itta qiynalsa. Mana bu sirojni dod desa. Qayerga yuribsan? Bu daqiqa bir qilib turadi. Vah! Ne yapıyorsun? Yüzüne su oldu. Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Charchab qolmayapsizlarmi? Qadrdonlar, videoni kechroq boshlayapmiz. Nimaga desanglar, ertaman yura olmasdan tura olmadim. Oyoq og'rib, kecha og'rib qoluvdi-yu. Ertaman bir tursam tizza shunaqa og'riyapti. Endi 3-4 yildan beri sal og'rirdi qishda. Dekabrda 17-18 kunlari abiddan keyin boshladi. Ha? Tekarni ko'cha mana shu. Nima deyapti? Dekabrda 17-18-chislari shomga yaqin og'rirdi, sovuqda. Bir yil erta boshlab og'ridi. Hoji onam bitta maz berdi. Bitta surkovdi. Qolaymi deb turgan joyida. Qizi bitta ukol qilib qo'ydi, qo'yib yubordi. Yaxshi bo'lib qoldi. Ama hozir nima qilib ketuvdi? Har tarafdan nimada qaranglar. Turam bor. Qo'ks bemor bo'lib qolsak. O'zda yaxshimisizlar? Tuzyapsizlar, charchamasizlar? Xudo xolasa ishlarimiz avjida, qadrdonlar. G'isht chalasi. Mana bu mayda g'isht juda sekin bo'lar ekan. Biz hali bloklar o'rganib qolganmiz-ku. Misol uchun mayada shunda G'da 2 soat urib qo'yishuvdi, mana bunday ikkisini. Bu G'si qanaqasi g'ishtligiga 2 kunda bo'lyapti. Mayda g'isht ham sekin bo'lar ekan, mana afsalar qilib urishyapti, hali keyinchalik ontalab ketmasin deb. Hoji bobo mashida. Hoji bobo? Ha. Qachon bo'lmayapti? Yo'q. Keling, men olib beraman. Yo'qmi? Sirojini gammaga loq qo'yibdi. Hozir tomga loq bosgani. Shuni bosib qo'yamizda. Keyin nimani boshlanadi, xudo xolasa. Ichkarni stashkasini. Bugun ichkarni stashkasini qilib yuboramiz, xudo xolasa. Hozir bu maylani ro'zborini ishkiratib qo'ydi. Bu xonani ham ishkiratib qo'ydi, faqat ro'para turibdi. Bugun mayga chiroyli qilib stashkani qo'yib qo'ysak, keyin ish ochiladi. Bu xonada ham sekin abdelishning ishlari boshlanadi. Derazani yopib boradigan bo'ldik. Kommentariyada juda ko'pchilik aytibdi. Xudo xolasa. Qani? Qani? Ha? Boraymi? Qachon yechib ko'raymi? Hozir 1 minut это. Xo'p, loyiha bosilib, stashga bo'lib ketadigan bo'lsa, keyin qadrdonlar, yangiligimiz bor. Mashina to'xtatib turinglar, mashinadan boshlayman. Ayak istayni chizib qo'ying. Chizib qo'yasizmi? Qoldi xolos. Sirojni. Ashga qoldi xolosmi? Mashinamidi? Xo'p, assalomu alaykum. Qadrdonlar, mana sexda hozirdan buni so'ragan ekan. 15 ga 17 mikin burus. Baquvvat ekan. Xo'p, bu nimaga desanglar, rossiyskiy, просто betini krasya qilganlarni qo'yib qo'yibdi.
o'zi baquvvat ekan. Ana shuni olib ketasiz deb chaqirgan ekan. Magni tashlaymizda tepasini yopib qo'yamiz. Bunday tunukaga yopib qo'ysak, darvoza qo'yilsa, darvoza yoki devorlarga voda o'tmaydi tepadan. Это вода, это чуть-чуть деваловский, мусайский. Boshlayapsizmi loyda? Loyda bosib olaylik deyapsizlar-ku. Tog'am pastga tushmasdan turib ko'raveramiz sen. Joy qoldi. Ash bo'lsa, boshlaymiz. Kelganmi? Nima Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida jado qilasan. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida jado qilasan. Qoshingni qaroligi, ko'zingni shahloligi meni asrayladi, xayoliy iboliging. Qoshingni qaroligi, ko'zingni shahloligi meni asrayladi, xayoliy iboliging. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida jado qilasan. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida jado qilasan. Qalbi bahorim kelar, chiroyiga boyim kelar, meni intizor etib vafoli yorim kelar. Qalbi bahorim kelar, chiroyiga boyim kelar, meni intizor etib vafoli yorim kelar. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida jado qilasan. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida jado qilasan. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida jado qilasan. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida jado qilasan. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida jado qilasan. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida jado qilasan. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida jado qilasan. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida jado qilasan. Sog'liginglar yaxshimi, tuzingmisizlar? Aka kelaverib o'rasiz. Qiynalmang, tuzingmisizlar? Assalomu alaykum. Juda chiqib qolganingizni ko'rib qoluvdim. O'tib ketdinglarmi mashina? Yarim yo'lda Biz atay adashib qolmasdan. Nakaneshniga borib qaytdik, oxiriga borib. Ha. Salomatlik yaxshimi? Uyga olib boringlar choyga. Nonni olinglar. Rustamjon. Nima chekara qo'yib qo'ymaydi. Qara charchamayapsizmi? Rahmat o'zinglar. Assalomu O'zi ekan. alaykum aka. Assalomu alaykum, hoji buva. Salomatliginglar, quvvatlaringlar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Alloh Bu Bag'dodda nimadan beri kuzatib boraman. Rahmat, tan joylar sog' bo'lsin. Shunday yaxshimi o'zinglar? Rahmat. Charchaman. Ular ham bitib qolibdi-ku. Ha. Namanganda hoji ekanmi? Assalomu alaykum. Hoji aka. Omonmisizlar? Salomatgina, bardam ovqat ichmisiz? Assalomu alaykum, hoji buva. Janoblar, stollarıngizni yaxshi omonmisizlar? Ichmisiz? Dogimiy qatnashib yur.
Xalas, bu hozirgam namanganlik oladida. Bu asliyan proyektlarda mana shu billa mana shu Rustomjonga yordam berishdi. O'zi Namangandan kelgan. Kelganingizga, loqat bo'lmaganingizga ming rahmat. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Agar bir insonni ko'nglini shod aylamoq, ta'bini vayron aylagandan-da guzora. Bir xonadon sohibi ancha barakalla kelgan, dardmand ekanlar. Bolam darrab bandisiga klinikaga joylab kelib, bu yerlarni hammasini buzib tashlab boshqasidan qurib, tomini yopilgandan keyin yugurib kelib bizdan tekadan bu kishiga qanot bo'lib turibmiz-da. Salomat bo'ling. Tugatib yuborishdi patologda ham. Ha, patolog. Bir ayol ko'ringlar-chi, voy, ha. Qani, marhamat. Allohim. Mana shu o'zini uyi bo'lgan. Mana shunday ekan olasizda. Ha. Allohim. Men buzmadi, chiroyli qilib remont qilyapmiz. O'zi mana shu haligi kelib hali ayoldan nima qilib gapirayotganda ham ko'rdimmi yoki nimalarni? U mayta ayvonida hali. Ayvonida. Buzilib ketdi u. Ayvon joyida. Tajribamidi? Ha, mana qilingan ekan, zarar urilib ketgan ekan. Tomiga chiqib tushib olib ketdi. To'g'ri turpani bo'ldi endi, turpalar bor. Bular mana bu turgan ekan. U baquvvat ekan. Ona to'sin tashqaridan berib turib mana kelgan. Rost mana 4 uy qo'shnining uyi bittada bu. Hali barak uylar. Mana shu buzmadi. Hozir model olib bo'lsak, qo'shniga chiqib qoldi. Ona desak rahmat. Yaxshi. Nima derazani urib olib chiroyli qilib remont qilyapmiz. Otamjon qara, otamjon. Oyoq bilan preslarni Hindiston ketdi-yu. Moskvaga Hindistonga boraman deb ilgari kelaman. Bugun uyiz Chiqisham bugun samolyotga chiqibdi. Hindistonga ketyapman-da turdi yo'q. Masali Nimadan ham ketyapman deb bolajon olib ketyapti. Oskopdan olasa. Ha, apelkalar boshlandi. Elektrikasini tashab qo'ygan. Nima yaptı endi hammom ustilar. Hammom ustini ashna qilib omborxona qilib qo'ydinglar endi hali joy qolmaydi uchun. Portga qo'ymoqsiz-ku? Ortishga bo'lmadi. Qo'ymay. Tuzimsiz. Xolos yaxshimi? So'l bo'yaptimi? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Asrorga bitta yetar ekan. Ha. Past qilib yopib beraylik desak, Yo'q, mana shu asror o'tin cho'pon hali qo'yib o'tin qo'ya olmaydi. O'zi to'rga to'rt turibdi. javob. Tandir qo'yadigan joyim yo'q ekan. Tandir deyishyapti. Videoda katta ko'rinadi-da. Odamlar tandir qo'ysin deyapti-da, tandir. Tandir yopadigan nima ham yo'q. Anaqa olamiz endi o'z 2 kishi yashashadi-yu. Patologiya. Ha. Dekor qilasizmi bu? Ashini yangichasi chiqdi, sal baquvvatroq ekan. Ha, to'g'ri. Dekor qilasizlar. Ya tagiga qamiz nima ko'rib qo'ydi, shuni yopishtirib. Yani taklifga qo'ygan. Hozir charchamayapsizmi? Kattalar bir mo'jiza bo'ldi. Ha. Bolam mashinaga panoramasini darvoza shunda o'rnatib qo'ysak yana bo'laveradi-yu, tepasiga chiroyli bir sarbas tashlab, yana bir qator urilsa, yana ko'rkam tashqaridan ko'rinadi deb aqqa bir murojaat qildik, baqi kelinaydi. Opam mana shu bir joydan ehson tariqasida olib kelindi. Mana brus qarang. Shunda tepaga o'rnar ekanda. Zo'r ekan. Ha. Yana ikki qator tepasidan urib qo'yilsa, bu mashaqdan qaraganda nihoyatda ko'rkam bo'lib, haligi o'qitish kunlari juda odamga haligi nima qiladi. O'shaning uchun rahmat sizlarga. Tagiga Loy boshlaminda yo'q ochmas. To'sinmas. O'zi hozir hali videoda endi aytmoqchi edim buni. Sizlarga bitta duo qildirib berdim. Kecha bir akamiz
gaplayotganidan keyin telefon qilib, shu ishlarga bo'lib yetarli pul tashlab beruvdi. Ha, bo'pti boshqa Rost narsa bo'lsa hisob boshqa narsalarga mayli, ishlataveramiz. nimaga o'sha ham narsaga eson. Mana mendan. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'yasizlar hoji akalarimiz. Shunga Kechasi devor uraylik. Ko'ribsiz-ku, ha, video? ko'rdim. Har kuni ko'rib boraman men. Ha. Har kuni ko'rib boraman. Bitta odam Abelaman degan odam bo'lsa, do'zim. Bitta akamiz Toshkentdan telefon qilib, duo qilib qo'yasizlar buni. Hoji akamiz, keyin Toshkentlik akamiz kartamizga 1,5 million pul tashlab bergan, polniy shlaka blogiga $100 hisoblab beruvdim, oshchasini tashlab qo'ydi. Xudo xolasa, ashlaka blogda gaplashamiz deb turuvdik-da. Hozir Nomerini yozib kelasiz? ha? Qadrdonlar, ana kecha diqqat olyaptik, nimaga yo'q deb. 1 2 3 4 5 6 600 ming bitta hoji akamiz, 200 ming mana hisob ketdi. Alloh rozi bo'lsin. Hozir bugun juda ko'p narsalar olyapmiz. Pulimizni hisoblaganimiz ham yo'q. Chaqiryapmiz. Agarcha qarz bo'lib qolsa, bittasidan qarz ham olib turaveramiz deb tavakkal nima qilyapti. Ishlar yurgizib yuboraylik deb. Kecha shu bir akamiz qadrdonlar Toshkentdan duo qilib qo'yasizlar oila a'zolarini o'zini haqqiga. Shu shlaka blo'da aytganimda uyga ertalab tashlab qo'yaman 1 million degdi. Kech payt o'zida 1,5 million tashlab bo'lgan ekan. Duo qilib qo'yasizlar hoji akalarimizni. Bundan tashqari efirda kecha ko'pchilik qo'llab turdi. Endi efirimiz qatib qolmaganda ancha puliga o'rardi-yu. Efirimiz hali antenna chiqmasdan qatib qoldi. Ko'pchilik ketib qolib, nima bo'lib qoldi. Lekin aslida ham Xudoga shukr, yomon emas. Xudo xolasa bugun kechgacha ko'rasizlar. Efirdagi pul, akamiz jo'natgan pul, mana hoji akalarimiz bergan pulga sizlarga katta-katta yangiliklar qilamiz Xudo xolasa. Buni ham endi qadrdonlar, shlaka blok uradigan bo'lsak, bu mana kichkinaliklarni ashal tog'amiz aytgandek mana boshlab qo'ydi. Bu yog'ini 25, bu yog'ini nima qilib, mana shunaqa qilib betonni quyib olamiz deyapti o'z tog'amlar. Abitdan keyin. Xonaga ham stashik qo'yiladi, hozir sement chaqirsiz. Buni ham quyib qo'yilsa, taxtani qoqib qo'ydinglar? Ha? Taxtani? Mixlandimi? Ha, mixlandi. Ha, zo'r bo'ldi. Malades. Tepaga loy bosilib bo'ldi mana. G'ishlar urilib bo'ldi. Xudo xolasa o'ta go'zal, krasavchik. Zabotimся о вас, очень красиво. Nima dedim men? Menga ruslar ham tushunmaydi gapingni. Endi loy bosilib bo'ldi, ana bemalol shikaturkami, qataloymi nimasini qilsa bo'laveradi. O'letlar ham, hammomlar ham salqin bo'lib qoldi. Hozir bo'lmaydi, ashula keladi ana yoqqa shoirlarga. Dedi-yu. Upağımız var. Çıkan çıkamazsa tava. Nimaga turibsan? Yerimiz var. Oshkani yo'qotib kerak edi. Axir yarim o'sha turpoq zakaz qiluvdi. Katta tomda bu, birodar. Kichkina dema, eptandan bir harakat qilasiz. 250 paqir kilo ketdi. Qanchaningiz sog' bo'lsin. Ha, yashang. Qolgan shlaka blok ishlataveraveramiz. Shlaka blokda yo kafilkilarda yo sement qilib shuvaymiz. Lekin orasiga agar nima bo'lsa, loy urib qo'yamiz. U ustida yuk turmaydi, boshqa turmaydi. To'g'rimi hoji bor? Juda to'g'ri. Qani. Mayli, qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda kutinglar, xudo xolasa. Sizlarga katta-katta surprizlar bilan Joshima Kodike, Joshima Dekin va'da qilamiz.